Abduvahab ukajonim, qalaysan? Jahon aka, bormisiz? Ha, kayfiyatingiz zo'r. Endi ukajonim, bugun oylik tushdi. O'shanga sal uydagilarni xursand qilaylik. Ha, aytgandek, temir daftaringni ham och, qarzlarni ham yopib ketaman bugun. Voy, aka, hozir hisoblab beraman aka. Hey, to'xta. Biz qanchadan beri qarz olganmiz o'zi? Aka, siz magazinimiz ochilgandan beri qarzga narsa olasiz. Unda ukam mashinani o'zini hisoblab ber. Men qarzlarimni kredit olib yopaman menimcha. Aka, qo'lingizda pulingiz turibdi-yu. Azgina-azginadan to'laganingizda ham davno qarzlaringizni yopib olgan bo'lardingiz. Aka, mana daftar ham to'lib ketdi. To'g'ri aytasan ukam. Qarz daftaring ham to'lib ketibdi. O'shanga senga Lexus degan yangi daftar. Mana shunga hammasini dal shu yozib o'rasan. Men bilan ham yozib qo'y. Voy, xatyam daftarga to'lab keting. Uni ham yozib qo'y. Magazinni yopaman. Bayram bo'lyapti.